Yo, do'stlar, barchangizga kun bo'lasizlar. Men Joyner bolalar. Men hozir konda ishlab chiqyapman va o'zim konimda ishlab ancha payt yo'q ketdim. Endi esa uyga borish vaqti keldi. Sizce arzon ve sifatli banner avatarcha kerakmi va uni kimdan olishni bilmayapsizmi? Unda meni kanalimni tavsiya etaman. U yerda arzon narxlarda va sifatli banner avatarcha yaratishingiz mumkin. Ссылка описанияда va kommentariyada. Konda mamlaqa yangicha drill topdim va mamlaqa uchadigan esingizda biz oldingi videoda hakka bergan edi. Yo, bolalar, bitta bizning qishloq, shaxsiy qishlog'imiz, albatta o'zimizning uyga borib birozgina kontentlarni qilamiz. Bilmayman bugun qanaqa sarguzashtlar bo'ladi, lekin sizlar albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hop, bo'lmasam men bitta aylanib o'taman bemalol. Aloqada harbiy turibdi qanaqa nima meni uyim nega qamab qo'ydinglar, uyimni qo'ydinglar? Ya men narsalarimni to'xtanglar tushuntirib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Joyner. Ha, meni uyim, to'g'rimi bu? Ha, lekin sizning uyingizligini biz bilmaymiz. Qanaqasiga bilmaysiz? Men yangi kelgan militsiya xodimiman. Brat, короче, bu meni uyim. Meni ochib beringlar, men kirib ketay, iltimos. Yo'q, menga uyning dokumentini ko'rishingiz kerak. Bo'lmasam uyi musodara qilinadi. Yo'q, bu men uyim. Dokument ichkarida, короче, brat. İçkarida bo'lsa, demak, u sizning uyingiz emas. Bizni aldamang, iltimos, yo'q qoling. Brat, uyimga kiraman deyapman. Yo'q, siz to'g'ri tushunmayapsizmi? Xo'p. Qo'cha ukam kirib ketdi. Hozir kuchtirishga majbur bo'lamiz. Bo'ldi, brat, bo'ldi. Do'stlar, biz ko'chada qolib ketdik. Bizning uyimizni esa mamlaqa qanaqadir militsiya men qanaqadir bir to'poy bitta militsiya xodimi urib bir qo'yapti. Bo'lib bilmayman endi. Короче, bir nimani o'ylashga harakat qilib ko'raman. Men YouTube'da qanaqa video bordir balkim. Xo'p, uyni mana shunaqa qolsa nima qilish kerak? Xo'p, uyni qaytarib olish, o'marilgan uy, Ja, do'stlar, biz o'zimiz uyga kechqurun tushsak-chi, dokumentni olib bularga ko'rsatamiz keyin. Bo'ladi do'stlar, shunaqa qilsak. Endi bo'lmasa biz kech bo'lishini kutamiz, sarguzor bola. Narsalarim cho'tkan qo'yib ketasizlarmi, beparasatlar. Necha bo'lsa men bitta asta-sekin aylanaman. Xo'p, do'stlar, bo'lmasam kecham 3da va menda yangicha ideya bor. Ya'ni bunaqa jetpack bilan meni drill degan narsam bor meni. Bu drill nima desanglar, bu juda zo'r drill. Mana sizlarga ko'rsam, opa. Ko'ryapsizlar, bu uch qaziydigan zo'r drill. Opa. Endi esa biz hatto qirolning, ya'ni o'zimiz hokimning uyi bor. O'sha hokim uyida chiqib olishimiz kerak ekan. Hop. Asta mana boyni uyi bolalar. Boyni uyi bu. Boyning yonasida o'tib. Ya, qaraysan, jiddiy hozir men tepaga shunday chiqib tabiat ko'rib kelay deymizda, asta chiqamiz. Xo'p. Chiqib oldim mana bola. Men bu uy meni shaxsiy uyim. Anta militsiya xodimi va men asta uchishim kerak u yerga. Qanday uchasizlar? Men orqamda mana jetpack degan narsam bor. Shuni 96% mana ko'rsatib turibdi bola. Opa. Men hech kim ko'rmaydigan bitta oyog'im. Drill bilan bo'lmasam, biz o'zimiz shaxsiy uyga tushdik. Do'stlar, tushdik. Asta. Jimila. Asta. Va do'stlar, mana uyning dokumenti. Iltimos qilinglar. Assalomu alaykum. Bratyan, siz nimaga mana shu uyga yana tushdingiz? Siz endi biz qamaymiz. Yo'q, bolalar, endi uyda dokumenti bor. Mana aytdim-ku. Mana uyning dokumenti, mana oling brat. Ko'ramiz. Siz ismingiz Joynermi? Ha, mening ismim Joyner. Bo'ldi, dokument to'g'ri ekan, bo'lmasa mana dokument oling. Rahmat. Bo'ldi, bo'lmasa siz uyingizda bemalol xotirjam yashashingiz mumkin. Bizdan bo'lgan xatoliklar uchun uzr so'raymiz. Bo'ldi, bo'lmasam ketaveringlar, brat. Bo'ldi. Nimadir bo'lsa, bizani chaqirasiz. Yo, do'stlar, biz ham bitta to'g'rilab olgunimizgacha, mana ko'chani joyini to'g'rilagunimizgacha tong otdi. Nima bunday taxtani ham olib ketib qolishganlar. Xo'p, bo'lmasa uni ham qilamiz. Opa,
kravatni olamiz. Albatta o'tgan videorolikimiz juda ham kam aktivga erishdi. Shunisi juda ham xafa bo'ldim. Bitta videoda ko'proq layk yig'ib do'stlarga tarqatib qo'yinglar. Bizani ham mana shunaqa qilishganligi uchun albatta yomon bo'ldi. Do'stlar, o'z uyim ko'rgan bo'lsanglar, oldingi videoda men prezident bo'lganimdan keyin uyim zo'r remont qiluvdim. Bular ketganimga yana o'z holiga qaytarib, musodara qilishmoqchi bo'lishibdi. Yo'q do'stlar. O'zimiz ham mana bunaqa narsalarni qo'yamiz. Xo'p, men bu hozir kerakli bo'lishi mumkin, shuning uchun ketdik. Hoppa, kirdim. Qo'yamiz buni qo'yamiz va shaxsiy uyimizga buni ham qo'yamiz. Buni yotoqni hozirchalik bolalar mana shu kir joyiga qo'yib turamiz. Endi uyimiz tiqilinchoq qoldi. Hop, buni bo'tga qo'yib qo'yamiz. Va do'stlar, bugungi videomiz shu joyda tugadi. Men juda ham charchashli kun bo'ldi. Sezinglar o'zinglar ham. Albatta, keyin videogacha ko'rishing. Sog' bo'lasizlar, like-larni 50 dan oshirib qo'yinglar. Bo'lmasam keyin videogacha ko'rishing. Sog' bo'linglar, sog' bo'linglar.